Qora dengiz quturuna mine. Qora dengizde mine şuşunday kuchli shtorm so'nggi topqir 100 yil ilk bo'lgan deydi. Ham mine bugün naq mine biz kelgan kunni Buna kadar Qora dengizde 8 ballı shtorm bo'lala maksimum deb o'ylaganlar. Mine bu yolu 9 ballı bo'lgan rekord bo'lib chiqayndi. Hem durustda bir qo'rqinish, ana qarasag'iz ko'pmay bir anda yor bo'ylarında bunday o kadar kuchli tugul. Yana Afonda. Mine Gagarada bir ko'p jimirilgandi. Hem mine bunda da ana yor bo'yindagi kafalar ağızgan indi dolqin. Motor da o'zi qo'rqinishda. Hele zor dolqin kelmey, bek zo'ra. Hozir zor dolqin kelsa, shuni tushiramiz. Mana kishilar dolqin qarab yuringlar. Hammani siz qarasag'iz, mana Ildar qo'rqinishmi? Zira. Zira. Olib kirib ketirga mumkinmi? Nechik o'ylaysan? Bunday dengizni ko'rgan yo'q edi, birinchi topqir. Selki tutib. Esanmisiz? Siz qaydan? Mana bek. Qo'rqinish dengizni qarorga tatarlar kelgan. Mana hozir qarasag'iz, ana yor bo'yinda ko'pmay bir jimirilib bitgan. Hem bana şuşunday kunni de yüzücü kişiler var iken dengizga kirib. Sürüldeni mi bu sefer? Огромные волны, море бушует. Впервые на Черном море наблюдается 9-бальный шторм. Dolqin bundağı bütün narsalarni mana jimirib atgan. Mana bundağı joyga kafe bo'lgan, ana alarni bunda jimirib iltib atgan ishkan. Ham bütün narsani mana qum bilan tutirgan. Mana bunda yo'l o'rni bo'lgan betinde. Butunisida ishi birg'atgan. Altın plaj deb atalgan o'rinni mana shunday holga keltirgan. Bunda o'tiruv o'rinlari bo'lgan, ular butunlay qum bilan to'lgan, mana ko'rib turasiz. Ham 50 da quturoq.